Assalomu alaykum, aziz jamoasidan shaddiy muxlislari. Hammaga xayrli kech deb qolamiz. Ayni damda biz Tepaquron qishlog'iga shunday yetib keldik, onamizni tabriklash uchun. Baxtimizga munis, mo'tabar, go'zal, latofatli onajonlarimizga qachon ko'rsatamiz. Biz bilan qoling, biz kuzating hali hammasi okey bo'ladi. Juda ham chiroyli qilib o'tkazamiz onajonimizni tavallud kunlarini. Qani ketdi unda bo'ladi. Aslzoda tortlari, aslzoda tortlari, aslzoda tortlari, aslzoda tortlari. Barchangizni shod qilar aslzoda tortlari. Aslzoda tortlari. Mehribonim onam, yaxshi insonim onam. Baxtimga omon bo'ling, o'zimni jonim onam. Eng mehribonim onam, yaxshi insonim onam. Baxtimga omon bo'ling, o'zimni jonim onam. Ikki ko'zimning nuri, yuragimning huzuri, hayotimning sururi, o'zimni jonim onam. Ikki ko'zimning nuri, yuragimning huzuri, hayotimning sururi, o'zimni jonim onam. Onajonim onam mehribona. Hech qachon dard ko'rmasin. Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu fayzli xonadonga tashrif buyurgan aziz onajonlarimiz, bir-biridan go'zal latofatli opajonlarimiz bugun juda ham chiroyli, shodiyona, jannat, iforli onajonimizni tavallud ayyomlariga tashrif buyurganimizdan biz Aslzoda jamoasi baqoyatda minnatdormiz. Ilohim onajonimiz umrlari uzoq, tan jonlari sog' bo'lsin. Yanagi yil, yanagi shu kunlarda ham shunaqangi chiroyli kunlarni, shunaqangi chiroyli davrlarni barcha yaqinlar bilan birgalikda Ka'batullohlarda ya Rasululloh, la ilaha illalloh sendan shuni so'ragan edik, sendan shuni tilagan edik, mana shu joylarga takror kelib labbayka aytishimiz bizga ham nasib qildi deb shunaqa chiroyli kunlarni ana shu joylarda ham nishonlab yurishlarini yaratgan ekandan iltijo so'rab qolardik. Bugun kunni tashkil qilib ozgina bo'lsa ham gaplarga gap qo'shilamizmi? Onajonimiz biz farzandlardan rozi bo'ladilarmi? Baxtimizga doimo omon bo'lsinlar, hech qachon kamlik ko'rmasinlar. Qani Xudo xolasa bu boshlanishi. Bundan-da chiroylilari, bundan-da ziyodroq oldinda Xudo xolasa ana shu kunlarni ham yaratgan ekandan iltijo so'raganmiz. Yelkamizni ko'tarib o'sha o'zini baytiga olib borib yo Rasululloh deydik. Bizga ham nasib qilsin deb asli o'tirib bel bog'lagan farzandlaringiz nomlaridan kelyapmiz. Farzandlar nomlaridan kelyapmiz. Qarzga javob qo'yinglar. Qarzga bo'lsa ham. Ilohim barcha farzandlaringiz ham tan jonlari sog', umrlari uzoq bo'lsin. Qalblarida, dillarida nimaki go'zal orzu tilaklari bo'lsa, yaratganning o'zi to-tongacha yetkazsin. Sizlar qarshi olmaganlaringiz yutalgan maqsad ketyapti-da. Bugun juda ham chiroyli, shodiyona Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan onajonimizni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Deydilar, o'tkinchi dunyosi birkan, o'tkinchi dunyoda chekmang g'amaram. Yaqinlar vaqtiga sog' bo'ling hardam. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Onajon, siz uchun batalgan to'rtlarimiz bor. Qarsa kelinglar. I wanna take you somewhere, so you know I care.
but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And Baş bo'lajagi bu ko'rganlarni lol qilar. Ta'rifini dunyo bilar, tabrikini yomon qilar asl zoda tortlari. Otasini izozlar, onasini izozlar, tortlariga hamohang chalinadi kuyzozlar. Aziz va mehribon onajonlarimiz yonimizda borliklarini qadriga yetaylik. Ularga bo'lgan mehrimizni fursat bo'lishi bilan darrov deyishgan. Ona endi farzandlarimizga savol berib ko'ramizda. Maylimi? Nechtasizlar o'zi farzandlar? Kelinglarchi, to'rttanglar ham kelaveringlar. To'klarga kitob bo'lamiz. Chekada turganlar faqat qarab turish yo'q, qarzi javob turaverib, qiziydi sanamiz hozir. Sizlar jim tursanglar biz ham nima deyotganimiz esimizdan chiqib qolyapti. Assalomu alaykum. Qalaysiz, kafet tog'a? Yaxshi. O'sha odamlar bilan tashlab qilishdi-da bular. Onamiz uchun-a deb. Omon bo'lasizlar, axim. Onangizlar a? Qaynonangizlarmi? Onajonim bilan. Yaxshi ko'rasiz. Juda yaxshi. Aytib ham turasiz. Aytib turaman har doim. To'g'risini ayting, qachon aytdingiz oxirgi marta onajon, yaxshi ham siz borligingiz, yaxshi ham sizdek onamiz borligi, biz siz bilan faxrlanamiz. Ona sizga hech qachon ko'z tegmasin. Aytganmisiz? Aytganman. Aytadilarmi? Qatta aytardi deyaptilar. Bugun aytamiz, bugun poylarga tish qo'yamiz. Chunki bu onalar bizni hech kimdan kam qilishmadi. O'zlari yemasa ham yedirishdi, o'zlari kiymasa ham kiydirishdi. Chiroyli go'shangalarga kelin qilib uzatishdi. Hech kimdan kam qilishmadi, to'g'rimi? Mana bunday chiroyli kunlarda yelkadosh bo'lishimiz biz farzandlarning burchi. Bularni poylarga borishlik sharaf, shon hisoblanadi. Chunki jannat ko'rib turamiz ko'zimiz bilan, lekin borgimiz kelmaydi. Hajorat qilamizmi, uyalamizmi? Bugun boramiz. Qo'ldan keladimi? Qo'ldan keladi. Onajonim, yaxshi ko'raman. Yuzlarga kiravering. Yo'q, mashada turib aytasizlar, o'tdimi? Siz turavering endi bo'ldi. Bo'ldi, o'tib ketdi. Endi bularga yuzlaramiz. Uchallarini teng aytamiz, teng boramiz. Kelishdik-a? Assalomu alaykum. Onajonim, mehribon onajonim. Bu dunyoda sizdan boshqa mehribon zot yo'q. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Dunyoda hammadan yaxshi ko'raman onajonim. Yuzlarga kiring, bizni baxtimizga doim sog' bo'lib, kulib, mana shunday kulib turing har doim. Assalomu alaykum. Men xonadonimga turganingizni bilmadim. Onajonim, sizni rostayam yaxshi ko'raman. Ilohim biz vaqtimizga doim sog' bo'ling. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ilohim hojilarga boring, biz vaqtimizga doim sog' bo'ling. Yuzingizdan kulgularingizdan tabassum hech qachon arimasin. Assalomu alaykum onajonim. Tavallud kuningiz bilan tabriklayman. Ilohim hamisha yuzingizdan tabassum arimasin. Yuzlarga kirib yurishligingiz nasib qilsin. Onam duogo'yim, munisam jannatimsiz onam. Onajonim, onam mehribonim, onam duogo'yim, munisam jannatimsiz onam. Fazli xumorim, mening qalbi gulzorim, Xudo bergan tumorim, o'zimni jonim onam. Uyim fazli xumorim, mening qalbi gulzorim,
Xudo bergan tumanim. Bunaqa bo'lsa ha deb qilishimiz kerak qadriga. Chunki onalar bu sizlar juda ham boshqachasizlar. Ilohim sizlarga hech qachon ko'z tegmasin. Sizlar bizni borligimizlar, sizlar bizning ishonchimiz, tayanchimiz, mehribonimiz, sirdoshimizsizlar. Chunki biz farzandlarni tanamizga qanaqadir bir og'riq kirib qoladigan bo'lsa, qanaqadir bir dard kirib qoladigan bo'lsa ham sizlarning oldinglarga kelib ona deb ko'zinglarga boshimizni qo'yganimizda sizlarni taqdirlardan chiqayotgan bu qaynoq hovli bizni hamma narsani asraydi. Sizlarga hech qachon ko'z tegmasin. Qarsak onajonimizdagi onajonimiz tavqiydigan yaqinlaridan, jigarlaridan, opalari, ukalari, singillari, qo'ni-qo'shnilari ham bo'laveradi. Opa singil degani jonga jondosh bo'larkan. Hasratlardan qiynalganda yonda-yondosh bo'larkan. Yurak to'lib yig'lasangiz, yupatuvchi yaqiningiz butun umr qalbingizda taskin sirdosh bo'larkan. Assalomu alaykum ushbu xonadonimizga tashrif buyurgan aziz ushbu xonadonlarimizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar hamda asazoda jamoalarning kaliklari. Avvalambor xush kelibsizlar. Hammalarning martabalaring bundan ziyoda bo'lsin. Allohim omadlaringni beraversin. Bugun singlimiz Saidaxonning shukrona kunlari ekan. Men o'zimga berilgan fursatdan foydalanaman. Barcha oilalarimiz nomidan bu singlimga uzoq umr, sihat, salomatlik Allohim yuzlariga kirsin. Yuzlariga kirganda ham barcha farzandlari, opalarimiz nomidan opam yonimizda nabira, chevara, evalar yonida ham yurishlikda Alloh o'zi nasib qilsin. Doimo sog'lik, salomatlik tilayman. Hojlarga borishlikda Allohdan so'rab qolaman. Hammalaring xush kelibsizlar. Qadamlaringga hasanat, umrlaringga barakatlar bersin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun biz Saidopamlarning tug'ilgan kunlari ekan. Biz ularga uzoq umr, baxt, saodat tilaymiz. Doim baxtli bo'lsinlar. Bolalarning farzandlariga doim yursinlar. Bizni baxtimizga ham sog' omon bo'lsin. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they Davraga taklif qilamiz unda bo'ladiganmiz. Sho'x-sho'x qo'shiqlar aytamiz, sinovchi aytamiz. Qani ket. Yuragi qiynog'ligim, vaslingda kuymoqligim nega? Olov bo'ldi muhabbat, ishqimdan ko'chdi rohat, ko'nglimni bosdi g'aflat nega? Tunlari bedorligim, yuragi qiynog'ligim, vaslingda kuymoqligim nega? Olov bo'ldi muhabbat, ishqimdan ko'chdi rohat, ko'nglimni bosdi g'aflat nega? 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 Vaslingda kuymoqligim nega? 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 Ko'nglimni bosdi g'aflat nega? 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 Nega?
vaslingda kuymoqligim nega? Nega? Aytgin nega? Ko'nglimni bosdi g'aflat nega? Endi qaytmas onlarim nega? Kuz keldimi dildorim, to'kilmoq bo'ldi borim, qisqamiding bahorim nega? Voh pushaymon yillarim, imkon bo'lgan kunlarim, endi qaytmas onlarim nega? 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 Vaslingda kuymoqligim nega? 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 Ko'nglimni bosdi g'aflat nega? Nega, nega, nega? Vaslingda kuymoqligim nega? Nega? Aytgin nega? Ko'nglimni bosdi g'aflat nega? Yoshim 50 qoralar, sochimga oq qoralar, ko'ngil hali sen talab. Ayt nega, nega? Dardlarim egib boshim, poyingga to'kar yoshim, jimsan sirdosh yorim nega? Voh pushaymon yillarim, imkon bo'lgan kunlarim, endi qaytmas onlarim nega? 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 Vaslingda kuymoqligim nega? 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 Ko'nglimni bosdi g'aflat nega? Ko'rinmay ketganingga ancha bo'ldi. O'zing aytgin bu yog'i qancha bo'ldi. Eslab gohi tanam muz qolsa, yurak yonib cho'g'idan qancha bo'ldi. Sog'inchimni sixga tortib o'tlasam, tuni to'qondan toshgancha bo'ldi. Balofatga senam o'tding laylidan, qanoatda majnunam mancha bo'ldi. Ko'rinmay ketganingga ancha bo'ldi. O'zing aytgin bu yog'i qancha bo'ldi. Dilbar, 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 dilbar. Hayotda yetolmadim vaslingga, hayolimda qo'ldan kelgancha bo'ldi. Hayotda yetolmadim vaslingga, hayolimda qo'ldan kelgancha bo'ldi. İkimizni ara yo'lda qoldirgan taqdir degan shaltirancha bo'ldi. İkimizni ara yo'lda qoldirgan taqdir degan shaltirancha bo'ldi. Ko'rinmay ketganingga ancha bo'ldi. O'zing
aytgin bu yog'i qancha bo'ldi dilbar 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 dünya hecrin yürekke Buk emas tuz atken taptanca buldu Şahsız soy dünya hecrin yürekke Buk emas tuz atken taptanca buldu Aybin anan seni çıraylı tukan Muhammed Yusuf aytgancha bo'ldi aybing onang seni chiroyli tuqqan deb Muhammed Yusuf aytgancha bo'ldi ko'rinmay ketganingga ancha bo'ldi o'zing aytgin bu yog'i qancha bo'ldi dilbar 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 hech qanday qilmasin. Yana shu kunlarda ham shunaqangi chiroyli kunlarimizda, shunaqangi chiroyli davrlarimizda diydorlashdik. Har qachon hayot hammamizga ham ko'p yillar davomida nasib qilsin. Ozgina bo'lsa ham onajonimizga kayfiyatlariga qo'shilamizmi? Mehribonimiz biz farzandidan xursand bo'ladigan vaqtimizga onajonimizga hech qachon ko'z tegmasin. Deb astoydil belbog'lagan ham barcha farzandlaringizga ham o'zimizni kattakon minnatdorchiligimizni izhor etib qolamiz. Bugungi kunni asosiy sababchisi onajonimizga tilagimiz shuki, o'zingizni ehtiyot qiling. Bizdan uzoqlashmaysiz. Barchangiz xizmatingizda Asrzoda jamoasi bo'ldingizda. Sog' bo'linglar. Xursand bo'ldingizmi? Tashrifimiz yoqdimi? Agar tashrifimiz yoqqan bo'lsa, xursand qilib olgan bo'lsak, Asrzoda to'rtlari deganimizda zo'r deb qo'shiqlar ham bo'laveradi. Zo'r deb o'rishlar shart emas. Qani unda bo'ladigan bo'lsa, hammamiz birgalikda bir ovozdan. Asrzoda to'rtlari! Onajonimizni katta ko'radigan bo'lamiz. Siz ham qoling. Siz ham